Assalomu alaykum hurmatli Mustang jamoasini kuzatib turgan obunachilarimiz. Bugun 6-oktyabr 2025-yil. Navbatdagi universal granulyatorimiz 220 da ishlaydigan tayyor bo'ldi. Mazkur zadnimiz 125 diametr, 6 mm da chiqishi. Hop, ushbu granulyatorimiz soatiga 50-60 kilo chiqaradi. 4 kW motor bilan jihozlangan. Zohriddin aka Astanov degan akamizga tayyor bo'ldi. Xudo xolasa, granulyatorlar o'ta tekis ishlayapti. Mol qo'ylar razmeri 6 mm da chiqishi. Yemimizning tarkibi makka, bug'doy, kepe, tariq, arpa ham bor. Xudo xolasa, hozir qo'ylarga yem chiqaryapmiz. Motorimiz 4 kW, o'zida 8 kW yozilgan, aslida 4 kW bo'ladi. 220 da ishlaydi. Oddiy rozetkada uy sharoitida bemalol ishlatsa bo'ladi. Teplushkalari bor, o'zini o'zi himoya qilib beradi motor. Kuyib qolish darajasi past 0 ga teng. Hop, mazkur zadniy mostlik rol egallanadigan granulyatorimiz. Xudo xolasa Zohriddin akamizga bu granulyatorni dastavka qilib beramiz. O'zbekiston bo'yicha viloyat shahar markazlariga dastavkalarimiz tekin, soatiga 50-60 kilo chiqaradi. Narxi 8 million so'm. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-hafta bazdan ishlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.